Xitoyning davlat axborot va ijtimoiy taratqulardan do'yindik uchurlarni kuzatganimizda Qurboniyit mezgilida ancha-muncha nag'ri sunay ovozi chiqqan va oz sondagi kishilarning usul samolari ko'zimizga chiliqqan bo'lsa-mu, masjidda namoz o'qilayotgan yoki masjidga to'plashib kirib chiqayotgan jamoat ko'rinishlari bayqalmadi. Lager shohidi Zumrat Davudning Facebook'ida xabar qilinishicha, Angliyalik bir YouTubechi Qurboniyit kuni Urumchi shahridagi Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan mahalla va tijorat qilayotgan bozorlarni ziyorat qilib, maxsus bir sayohat xotirasi e'lon qilgan. Sayohat xotirasida ko'rsatilishicha va tushundirilishicha, YouTubechi Xantangri masjid qatorliq bir qancha masjidning oldida o'tgan va ba'zilarining ichiga kirishga urinib boqqan. Natijada bu masjidlarning hammasining taqoqliq ekanligiga shohid bo'lgan. Biz Urumchidagi G'olibiyat soqchixonasiga telefon qilib, bu tavallikdagi Xantangri masjidining bu yerda ochilib-ochilmaganligini so'radik. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi. Bu nima G'olibiyat soqchixonasimi? Tamam. Bu nimaga shu Xantangri masjidini bir ko'rib keldik. Telefonimizni dastlabki qabul qilgan xodim masjidning gapini chiqarishimiz ammo telefonni qo'yibdi. Bormisizmi telefonda? Telefonimizni qabul qilgan ikkinchi xodim. Ovozimizni anglayolmaganligini bahona qilib ko'rsatib, telefon nomerimizni so'radi va savolimizga o'zlarining javob qaytaradiganligini tilga oldi. 清真是开的吗？还是关的？现在这kurban节的时候。你把你的那个手机号给我说一下，我给你打手机，你这个声音不清楚。然后你把你的手机号给我说一下，我给你打手机，你这个声音不清楚。YouTube'chi Urumchi cho'ng bozorni aylanib ozto'la sodalik qilgan va aholilar bilan mo'ndishishga urinib boqqan. Xitoy aholilari YouTube'chiga rohat javob qaytargan, ammo Uyg'urlar uning bilan intayin oz gap qilishgan. Ba'zilari o'zini qochirgan. Qisqasi YouTube'chi hit o'tkazayotgan bir jamoatning ro'y kayfiyatini ko'rmagan. Biz Urumchidagi boshqa masjidlarning ahvolini bilish uchun Baxilyan soqchixonasiga telefon qildik. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi. Bu Baxilyan soqchixonami? Bu Xantangri masjidi ochiqmi, taqaqmi hozir? Xodimlardan yetkini masjidlarning ochilib-ochilmaganligi, ochilgan bo'lsa qanchalik kishining namoz qatnashganligini so'raganimizda Baxilyan paysoma. Xodimlar savollarimizga javob berishdan o'zlarini qochirdi. 现在清真是。你这样子吧，那个我们不对外这个讲我们辖区单位的情况，你们单位要给我们单位发函了。Xodimlar bu vaqtda javob berish uchun yozni iltimos sunishimiz kerakligini takrorladi. 我们不管开的还是关的，我们都不能讲。YouTube'chi faqat Urumchi cho'ng bozorining oldida oz sonli kishilarning to'plashib naqsh etib usul o'ynayotgan sahnani ko'rgan va o'zlari bu naqsh usulga jo'r bo'lgan. YouTube'chi o'zining bexatarligi yoki sayohat planining o'ngsizligiga uchramaslik uchun bo'lsa kerak vaziyatning jiddiy va sirli taraflari haqida ig'iz ochmagan. Aqsu Shaykuldan telefonimizni qabul qilgan bir xodim Aqsu shahar ichida bu yil Qurboniyitda hech bir masjidning ochilmaganligini oshkorladi. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi. Qanday nimalarga diqqat qilyapsizlar? Asosiy nima o'yinmish Qurboniyitda bexatarlik jihatdan siz uchun sizning qarshingizda? Qarshimiz shu axshimishlar qilib degan ekan yovchalabchi. Qayerlarni charlayapsiz? Asosiy qanday o'rinlarni? Birdan kuchli to'qmishlarni. Ha. Ba'zan dukanni misol qo'ymaydi. Dukan tekshirib turibdi, yemak vaqti o'tib ketgan ishlar bormi? Ammo masjidni-chi? Masjidni ashdan tekshirib qo'ygan. Masjidga jamoatlarni yetakladinglarmi, apadinglarmi? Ammo bugun biringlar namozga biringlar chekinmanglar, anish qilmanglar deb. Unda ish bo'lmadi. Biz Aqsu shahar ichi bo'yicha ochilgan bir masjid bormi shu Qurboniyitda? Yo'q. Unda bu cheklanmish umumiylik bo'lgan bo'ldimi? Masjidga shu aytko'rda. Ha. Aldimda maxfiy uyda o'qigan yoki ayrim bir yerda to'plashib o'qigan ahvollar bo'ldimi? Bayqaldimi shu sizning tekshirishingizda? Uni o'qmadim. Kirgan bo'lganki. Mana usul sama tashkillaydigan ishni qilmadinglarmi masjidning oldilarida? Kuchani aylik soqchi darasining bir xodimi Kuchada bu yil hayit namozi umumiylik holda o'qilmaganligini dalilladi. Aholilarni samo silishga, usul o'ynashga, tashkillashga sizlar qatnashdinglarmi? Ben yana shu gap bizning idoralar aloqasi ijobiy munosabatli xodimlardan. Ya biz mana tovandik soqchilardan egallaymiz. Yo'q, tovandik soqchilardan egallasangiz biz bunga javob bermaymiz. Ma hayit namozi o'qildimi, o'qilmadimi sizlarning tavallikda bu yil?
Ma Qurban Hayit. Yo'q. Bu nima uchun o'qilmadi? Bulta oldingi yillarda bir qism masjidlarga bu yo'l qo'yilgan to'g'ri. Masalan, sayohat markazlaridagi masjidlarda. Onunğa men javob bermayman. Masjidning oldida usul o'ynaldimi? Samo silindimi? Siz bek tafsili so'rab ketdingiz. Buningga men tafsil javob bermayman, qarang. Ba yetniki ovoz qanday ketib bordi shuni so'rayapmiz. Aholilardan biroz kelib so'rasa masjidga borsak bo'lamdi, yet namozga desa bo'ladi deb javob beramsiz, bo'lmaydi debmi? Biz bo'lmaydi deb javob beramiz. Lager shohidi Zumrat Avutning Duyindik uchurlardan ko'zishicha, Xitoy doiralarining Chag'an qatorliq Xitoyning an'anaviy bayramlarini Uyg'urlarning milliy bayramlarining o'rniga dastish niyati bu Qurban hayitiga ko'rinish va kayfiyatlarda konkret va gavdalik ifodalangan. Men bu Facebookga chiqarib qo'ygan videolarni ko'rdingiz. Mushu bozordagi savdogarlarning mushu hit mezgilida hech qanday bir oldingi necha yilning oldidagi hitlarga o'xshash hit qizg'inligining bo'lmaganligini, hech qanday bir baqqolchilarning quruq yelimishlarni sotamaganligi, kiyim-kechak sotadiganlarning hit mezgilda hatto arpa kunigachilik Uyg'urlarningki masalan hit o'tkazish qizg'inligi yo'qolib ketdimi, nima ish kelmaydi degandek videolarni taqatdim. Rost degandek, mushu burundan tortib, mushu azaldan Xitoyningki chog'innilam birlam bayramni tabriklaymiz deydigan yerga yetgandek his qildim men. O'zimning hissiyotim bu. Hurmatli radio anglag'uchilar, to'rdagi ba'zi inkaslarda yozilishicha, Uyg'urlarda bu Qurban hayit namozining o'qilmasligida diniy zotlarning va jamoat arboblarining mutlaq ko'p qismining turmalarda bo'lishimi yana bir sabab bo'lgan.